Capital Bank bankomatidan uzun kartani to'ldirishni ko'rsatib beraman. Tak bu yerda ham komissiya olmayapti. Karta tiqish shart emas, mana NFC orqali. Shu qilsa mana shu yerga bo'ldi. Shunaqa qilib ishlatgan yaxshiroq. Tak. Pin kod berib yuboramiz. Svet o'chib qolsa, karta ichida qolib ketmaydi shunda. Tak, naqd pul kiritish bor. Shuni bosamiz. Davom etishni bosamiz. Pulni kiriting deyapti, mana. Pulni soldim, yashilni bosamiz. Mana 50 ming so'm hech qanaqa komissiya ko'rsatmayapti. Davom etishni bosamiz. Mana 0 komissiya, 50 mingdan 50 ming tushyapti. Uzun bankomatidan to'ldirish shart emas, Capital Bankdan ham to'ldirsa komissiya olmaydi. Xani bosamiz. Pul to'ldirishni so'ragan edinglar, mana pul mana shunaqa qilib to'ldiriladi. Mana SMS ham keldi. Kartaga pul tushdi. Tak, hozir chek chiqish kerak, mana chiqdi. Tak, 50 mingdan 50 ming. Mana shunaqa qilib to'ldirsa bo'ladi.